himoyaga qabul hamda ushbu ilmiy seminarda ko'rsatilgan kamchiliklar va takliflar inobatga olingan va imkoniyat darajasida tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2024-yil 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasining veb-saytida hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2024-iyuldagi veb-saytlarida, shuningdek Ziyonet axborot portalida va institut veb sahifalariga himoya haqidagi e'lon rasmiy joylashtirilgan. Dilnoz Saidbaring savollar bormi kengash a'zolaridan? Bo'lmasa Husan Qamish, siz dissertatsiyani mohiyati va asosiy jihatlarini bayon etish uchun 20 minutgacha vaqt beriladi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli rais, hurmatli kotib va komissiya a'zolari. Meni dissertatsiya ishim bo'yicha mavzuim men Yusuf Rusamat Xamovich, dissertatsiya ishi bo'yicha mavzuim qobiq quvuli issiqlik almashinish qurilmalarida uglevodorod bug'larini kondensatsiyalash jarayonini takomillashtirishdan iborat. Xo'p, dissertatsiya ishimizni ilmiy dolzarbligi respublikamizda neft gaz tarmog'ini modernizatsiya qilishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga katta e'tibor berilib, korxonalarda xom ashiyoni chuqur qayta ishlash va xalqaro standartlarga mos neft mahsulotlari hajmini oshirish va turlarini ko'paytirish bo'yicha innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida kompleks ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi sanoatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mahalliy xom ashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni o'zlashtirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada quvurli issiqlik almashinish qurilmalaridagi harakatlanayotgan yengil fraksiya bug'larini kondensatsiyalash jarayonini jadallashtirishga qaratilgan tadqiqotlarga alohida ahamiyat kasb etadi. Quvurli issiqlik almashinish qurilmalarini takomillashtirish orqali uglevodorod bug'larini kondensatsiyalash jarayonini jadallashtirishdan iborat tadqiqotimizning maqsadi. Tadqiqotimizda birinchi bo'lib gaz kondensati bug'larining fraksion tarkibini aniqlab oldik. Bu uchun gaz kondensatini 40 gradusdan 140 gradusgacha qizdirib, bunga taxminan 82 daqiqa vaqt ketdi va 180 gradusga yetganda 61% benzin fraksiyasi ajralganligini va 240 gradusda 69% fraksiya ajralganini ko'rdik. Biz bilamizki, 61% dan 69% gacha kerosin fraksiyasi ajralganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda gaz kondensati suv va gaz kondensatining zichligini aniqlab, ikkinchi jadvalimizda tajriba yo'limini aniqladik, uchinchi jadvalimizda hisoblash yo'limini aniqladik. Suv va gaz kondensatini 20 gradusdan 100 gradusgacha qizdirganimizda suv zichligi 998 dan 958 gacha tushib borganligini, gaz kondensati esa 60 gradusga borganda 759 dan 732 gacha tushib borganligini ko'rishimiz mumkin. Gaz kondensatini 70 gradusdan 150 gradusgacha hisoblash yo'limini aniqladik. Sababi gaz kondensatini qizdirganimizda 60 gradusdan oshganda uchuvchi komponentlar ajralib chiqishini hisobiga uchuvchi komponentlar ajralib chiqishini hisobiga aniqlik yo'qolib qoldi. Shu sababdan 70 gradusdan 150 gradusgacha gaz kondensatini hisoblash yo'limini aniqladik. Xo'p, bunga ko'ra gaz kondensatini 70 gradusdan 150 gradusgacha qizdirganimizda 725 gradusdan 670 gradusgacha zichligini tushib borganligini ko'rishimiz mumkin. Gaz kondensati bug'larniki esa 1.025 dan 1.8 gacha ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda gaz kondensatini 20-100 gradus harorat oralig'ida qo'shqoqligini hisoblab chiqdik. 5-jadvalimizda qo'shqoqligini hisoblash yo'lidan 100 gradus 180 gradus oralig'ida. Xo'p, kinematik qo'shqoqligi 20 gradusda 1.100 dan 3 bo'lgan bo'lsa, bu natija 100 gradusga yetganda 0.24 ga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 5-jadvalimizda esa kinematik qo'shqoqligini 0.24 dan 100 gradus bo'lgan bo'lsa, 180 gradusga borib 0.06 ga tushib borganligini ko'rishimiz mumkin.
Xo'p, keyingi 6-jadvalimizda gaz kondensati bug'larini 60-180 gradus haroratlar oralig'ida issiqlik sig'imini ko'rib chiqdik. 60 gradusdan 180 gradusgacha gaz kondensatini qizdirganimizda 2,11 dan 2,8 gacha ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi 7-jadvalimizda gaz kondensatining issiqlik o'tkazuvchanligini haroratga bog'liqligini ko'rib chiqdik. Bu yerda 30 gradusdan 180 gradusgacha gaz kondensatini qizdirganimizda 0,175 dan 0,160 gacha tushib borganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hisob-kitob natijalarini qilib olganimizdan keyin biz tajriba qurilmasini yaratishga qaror qildik va quyidagi tajriba qurilmasini ishlab chiqdik. Bu uchun bizga bug' qozoni va qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasi 7 ta ichki quvurdan iborat va kerakli bo'lgan termometr va manometrlar va suyuq holatdagi gaz kondensatini quyib olish uchun maxsus idish kerak bo'ldi. Xo'p, bu qozoniga 15 litr hajmda gaz kondensatini quydik va tabiiy gaz yordamida qizdirdik. Temperatura 120 gradusga yetgandan keyin 5-ventilni ochib, qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasini qobiq qismiga uglevodorod bug'larini yo'naltirdik. 7-ventil orqali sovutuvchi agent sifatida texnik suvdan foydalandik, uni ham yo'naltirdik va suyuq holatdagi gaz kondensatini maxsus idishga quyib oldik. Keyingi rasmimizda bu qozonidagi issiqlik tashuvchilarning bosimni vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rib chiqdik. Bu yerda ham ko'k chizig'imizda gaz kondensati bug'lari, qizil chizig'imizda suv bug'lari. Bu yerda ham ko'rinib turibdiki, gaz kondensati bug'lari jadalroq bosimi oshib borishini ko'rishimiz mumkin. Hop, keyingi rasmimizda 3-rasmimizda turli bosimlarda suv va gaz kondensati bug'larining harorat kondensator quvuri uzunligi bo'yicha taqsimlanishini ko'rishimiz mumkin. 100 kilopascal, 150, 200 va 250 kilopaskallarda. Biz bilamizki, shu tajriba qurilmamizda qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasini uzunligi 3 metr. Bu yerdagi rasmimizdan ko'rinib turibdiki, Xo'p, ko'k chizig'imizda suv bug'lari, qizil chizig'imizda gaz kondensati bug'lari. Har to'rttala jadvalda ham ikkala agentimiz ham bizlarning qilgan yangiligimiz natijasida shu qobiq quvurini 3 metr bo'lsa, tajriba qurilmamiz qoq yarmida 1,5 metrga kelganda 40-60 gradus oralig'igacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Biz bilamizki, gaz kondensati 60 gradusda yana qaytib suyuq holatga aylanadi. 4-rasmimizda gaz kondensati bug'ini vaqt birligi bo'yicha kondensatsiyalanish hajmini ko'rib chiqdik. Xo'p, bu yerda ham ko'k chizig'imizda suvlari va qizil chizig'imizda gaz kondensatini ko'rishimiz mumkin. Har ikkala holatda ham, misol uchun suvda gaz kondensatini kondensatsiyalanish jarayoni uchun o'rtacha 60 daqiqa, 55-60 daqiqa vaqt ketgan bo'lsa, gaz kondensati uchun bu 40-45 daqiqa vaqt ketganligini ko'rishimiz mumkin. Hop, keyingi jadvalimizda gaz kondensati bug'larini kondensatsiyalash jarayonidagi ko'rsatkichlarni, o'zgarishlarini an'anaviy usulda ko'rib chiqdik. Bu birinchisi to'yingan bug' sarfi 0,1014 dan 0,22 gacha ko'tarib bordik. Boshlang'ich haroratimiz 120 gradus, oxirgi haroratimiz 67 dan 69 gacha o'zgardi. Oxirgi harorat bug'ni bosimi 250 paskal. Xo'p, Reynolds kriteriyasi esa 15742 dan 16086 gacha o'zgarganligini, issiqlik berish koeffitsiyenti 502 dan 831 gacha o'zgarib borganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 5-rasmimizda qobiq quvurli kondensatorning prinsipial sxemasini ko'rib chiqqanmizda, mana shu joyda bizani tajribamizni va qilgan yangiligimizni to'liq ravishda ko'rish mumkin. Bu sxemamizda o'sha B40 ko'rinib turibdiki, qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasini qobiq qismiga tangensal ravishda uglevodorod bug'larini yo'naltirdik va kirish teshigiga an'anaviy usulda silindr, ya'ni dumaloq turbadan foydalangan bo'lsa, biz to'rtburchak shakldagi to'g'riburchakli profildan foydalandik. Buning natijasida tezligimizni mana pastda ko'rinib turibdiki, 3,3
37 metr sekundga natijasiga erishdik. Hop, keyingisi gaz kondensati bug'larini kondensatsiyalash jarayonidagi ko'rsatkichlarni o'zgarishini takomillashgan usulda ko'rib chiqdik. Bu yerda ham to'lingan bug' sarfi 0.014 dan 0.022 gacha, boshlang'ich haroratimiz 120 gradus o'zgarmas, oxirgi haroratimiz esa 61 dan 63 gacha tushganligini ko'rishimiz mumkin. Eski an'anaviy usulda esa 67 dan 69 gacha bo'lgan edi. Xo'p, va bug'ni bosimi 250 gradus 250 paskal, Reynolds kriteriyasi esa 15795 dan 16125 gacha o'zgarganligini, issiqlik berish koeffitsiyenti 538 dan 862 gacha o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. 6-rasmimizda issiqlik berish koeffitsiyentini bu hajmiy sarfga bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda ham ko'k chizig'imizda gaz kondensati bug'ini to'g'ri harakati, ya'ni an'anaviy usul, qizil chizig'imizda gaz kondensati bug'ini aylanma harakati, ya'ni takomillashgan usulini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda ham takomillashgan usul an'anaviy usulga qaraganda issiqlik berish koeffitsiyenti ancha yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi 8 va 9 rasmlarda uzatilayotgan issiqlik miqdori bu hajmiy sarfga bog'liq ravishda o'zgarishini, 9-rasmimizda esa issiqlik uzatish koeffitsiyentiga bu hajmiy sarfga bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Bu joyda ham ko'k chizig'imizda gaz kondensati bug'larini o'sha ya'ni an'anaviy usulda yo'naltirilishi, qizil chizig'imizda gaz kondensati bug'larini aylanma shaklda yo'naltirilishi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda ham gaz kondensati bug'larini takomillashgan usuldan foydalangan holda yo'naltirganimiz natijalari an'anaviy usuldan ancha yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi 10-rasmimizda biza ushbu tajribamizni Qashqadaryo viloyatini sho'rtan nefti gazni qazib chiqarish boshqarmasini gaz kondensatini barqarorlashtirish liniyasiga tatbiq qilganmiz. Bu yerdagi 701, 702, 703 kondensatorlariga tatbiq qilishni taklif qilganmiz. Keyingisi 10-jadvalimizda T701 kondensatoridagi issiqlik ko'rsatkichlarini o'zgarishini ko'rsatib o'tganmiz. Barqaror gaz kondensati o'rtacha harorati 172 gradus, issiqlik berish koeffitsiyenti esa 20078. Beqaror gaz kondensatining o'rtacha harorati 80 gradus, issiqlik berish koeffitsiyenti alfa 2 ga nisbatan 537, issiqlik uzatish koeffitsiyenti esa 424 ga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. 12-rasmimizda T701 kondensatoridagi issiqlik ko'rsatkichlarini solishtirma tahlilini ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda ham ko'k ustunimizda takomillashgan usul, qizil ustunimizda an'anaviy usulni ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, birinchisida alfa 1 ga nisbatan issiqlik berish koeffitsiyenti, ikkinchisida alfa 2 ga nisbatan issiqlik berish koeffitsiyenti, uchinchisida uzatilayotgan issiqlik koeffitsiyentlarini ko'rishimiz mumkin. Har uchala holatda ham takomillashgan usulni birmuncha ustunligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyingisi iqtisodiy samaradorligimiz. Iqtisodiy samaradorlik bo'yicha taklif etilayotgan usul yordamida erishiladigan yillik iqtisodiy samaradorlik 103.896.000 so'mni tashkil etadi. Xo'p, keyingisi dissertatsiya ishining ilmiy yangiliklari quyidagilardan iborat. Birinchisi, gaz kondensati bog'larini harorat kondensatori uzunligi bo'yicha taqsimlanish qonuniyat aniqlandi. Ikkinchisi, kondensator bug'larini kondensatsiyalash jarayoni suv bug'ini kondensatsiyalashga qaraganda 1,5 baravar vaqt va energiya kam sarflanishi isbotlandi. Qobiq quvli issiqlik almashinish qurilmalarida konstruktiv o'zgartirish kiritish orqali qurilmaga kirayotgan bug' tezligi 3.4 marotabaga ortishi aniqlandi. Kondensator qobiq qismiga gaz kondensati bug'ini aylanma tarzda berish orqali issiqlik berish koeffitsiyenti 6.5% ga, issiqlik uzatish koeffitsiyenti esa 7% ga ortishini aniqladik. Qobiq quvli issiqlik almashinish qurilmalarida qobiq qismida bug' taqsimlash samaradorligi oshishi orqali kondensatsiyalash jarayoni 1.2 marotabaga tezlashganini aniqladik. Xo'p, tajriba ishimizning xulosasida tajriba hisoblash yo'li bilan 20-150 gradus haroratda gaz kondensati zichligi 759 dan 732 gacha, 70-150 gradus harorat oralig'ida bu holati 1.25 dan
1,08 ekanligi aniqlandi. Ikkinchisi 20-180 gradus harorat oralig'ida gaz kondensatining kinematik qo'shqoqligi 14,7 marotabaga, dinamik qo'shqoqligi esa 16,9 marotabaga pasayib borishi aniqlandi. Uchinchisi, harorat 60 gradusdan 180 gradus oralig'ida ortib borishi gaz kondensati bug'larining issiqligi 347,12 dan 269,94 kilojoule/kilogrammga, ya'ni 1,28 marotabaga, gaz kondensati bug'lari esa 380,71 dan 294,07 kilojoule/kilogrammga, ya'ni 1,29 marotabaga paslashi aniqlandi. To'rtinchisi, gaz kondensatining tarkibida 61% benzin, ya'ni 70-180 gradus haroratlar oralig'ida va 8% kerosin, 180-240 gradus haroratlar oralig'ida fraksiyalar mavjudligi aniqlandi. Xo'p. To'lingan bug' sarfi 0,014 dan 0,022 metr kub sekund oralig'ida o'zgarib borishi bilan Reynolds kriteriyasi 15742 dan 16086 gacha ortdi. Tajriba qurilmasining qobiq qismiga bug'ni aylanma harakati berish odatiy usulga qaraganda bug'dan issiqlik almashinish quvuri yuzasiga berilayotgan issiqlik berish koeffitsiyenti 6,7 ga, quvur devori sovuq agentga uzatilayotgan issiqlik berish koeffitsiyenti esa 6,5 ga, issiqlik uzatish koeffitsiyenti esa 7 ga, uzatilayotgan issiqlik miqdorining o'rtachasi 7,8 ga ortishi aniqlandi. 7-si T701 issiqlik almashinish kondensatorining qobiq qismida oqimni tangensal tarzda to'rtburchak profil orqali bug'ni aylanma tarzda uzatilishi natijasida issiqlik berish koeffitsiyenti alfa 1 11% ga, issiqlik berish koeffitsiyenti alfa 2 6% ga, issiqlik uzatish koeffitsiyenti K 7,4% ga ortishi aniqlandi. Jarayonni eksperimental statik usulda modernizatsiya, optimizatsiyalash va masalasi ko'rilganda va jarayonda optimal qiymatlari topildi va regressiya tenglamasi bo'yicha MATLAB dasturi jarayonida ta'sir ko'rsatkichlari omillar quritish harorati, amplituda va chastota o'zgarishiga bog'liqligi grafiki qurildi. 9-chi, gaz kondensati barqarorlashtirish liniyasida T701, T702, T703 qurilmalarida oqimni aylanma tarzda berish orqali erishiladigan yillik iqtisodiy daromad 103,896,000 so'mni tashkil etdi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 16 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan bitta monografiya, 4 ta maqola, 4 ta xorijiy va 3 tasi respublika anjumanlarida nashr etilgan, 3 ta xalqaro va 8 ta respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy amaliy anjumanlarda muhokamadan o'tkazilgan. Dissertatsiya ishimiz bo'yicha Sho'rtan neft gazni qazib chiqarish boshqarmasi tomonidan dalolatnoma olingan, shuningdek ma'lumotnoma olingan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Birinchi bo'lib savollar bu ish ilmiy ishlab chiqarishni bevosita bog'liq. Shuning uchun birinchi savollar ishimizni miqdoriga. Chunki bilamiz, neft xomashyo issiqlik ishlab berish jarayon qurilmalarini generalniy direktorlar yaxshi biladi bu masalani. Shuning uchun ularga savol berildi. Marhamat, ishimizni miqdoriga. Bir bor hurmatli ustozlar, bugungi yig'ilishlarda yaxshi muammolar havola qilinyapti, yaxshilar havola qilinyapti. Mana Yusupov Rustamjon Adhambay, Adham ishlari, ilmiy ishlari ham nihoyatda bir go'zal ishlardan desa, men xatolik qilmagan bo'laman. Negaki ishlab chiqarish jarayonida mana hammamiz yaxshi bilamiz, rectifikatsion kolonnalar, mana isitish pechlari deb ataladi rus tilida, isitish o'sha tizimlari, shu bilan birga ishlab chiqarilayotgan o'sha fabrikatlarda, tayyor mahsulotlarda sovutish jarayoni nihoyatda muhim kasb qilinadi. Biz bilamizki, mana vaqtida o'sha Farg'ona zavodida alohida qurilmalari ham,
Sho'rtan neft gaz kimyo majmuasini ham qurilmalari, shu bilan birga mana Buxoro neftni qayta ishlash zavodining qurilmalari ham asta-asta to'xtatiladi. Nima uchun to'xtatiladi? Chunki ishlab chiqarish jarayonida mana shu isitish sistema almashuv ishdan chiqishi oqibatida yo'q nima bo'lgan oqibatda to'plangan aksarlar to'plangani sababli to'xtatiladi. Shu uchun har bir zavodlar bir yilda bir marta bir oyga yo'q 40 kunga to'xtatishga majbur. Shu jarayonlar yaxshi bormasligi uchun mana sizni ishlab chiqarish nihoyatda nozik soha deb bilaman. Yaxshi ishlar qilgansiz-ku. Mana samaralarini ham aytib berdingiz, boshqa qildingiz. Mana shu yana bir bor men sizdan so'radimki, mana shu neftni qayta ishlash zavodlarida, gazni qayta ishlash zavodlarida yo bo'lmasa sho'rtan gaz kimyo majmualarida joriy qilingan bo'lsa, shu haqda bir misollar bo'yicha aytib bering. Qanaqa samaralar aytdingiz? Mana 103 million deb eshitdik. Shu bilan birga yana bir bor aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, biz hali bu narsani hech qayerda tatbiq qilmadik. Laboratoriya sharoitida o'rganib chiqdik. Hisob-kitoblar natijasida sho'rtan nefti gazni qayta qazib chiqarish boshqarmasiga taklif etganmiz. Aynan shu 701, 702, 703 issiqlik almashinish qurilmalariga taklif etganmiz va ulardan dalolatnoma va ma'lumotnoma oldik. Xudo xolasa ular dalolatnomani oxirida ko'rsatib o'tishgan shu 2024-25 istiqbolli rejalariga kiritamiz deb. Xudo xolasa kiritishsa natijalarini po faktu shu issiqlik almashinish qurilmasini o'zida xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Rahmat. Ikkinchi savol. Agar biz o'sha siz jarayon qilayotgan yo berayotgan o'sha ilmiy rejalaringiz, ilmiy o'sha ma'lumotlar tatbiq qilinsa, mana texnologiya o'sha issiqlik almashtirish teploobmenniklarda ish usuli vaqti qanchaga o'zgaradi, samaradorligi necha foizga o'zgaradi? Shuni ham bir aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, samaradorligi savolingizga sal aniqlik tushunsam bo'ladimi? Siz o'zi issiqlik almashtirish sistemasiga xos yangilik kirityapsiz. Shu yangilik kiritgan evaziga issiqlik almashtirish samaradorligi necha foizga o'zgartirilgan to'g'risida gap bo'lyapsiz. Mana texnologik usulda ishlayotgan obyektlar bor. Siz aytgan usulda ishlayotgan vaqtda samaradorligi qancha o'zgarilyapti, yaxshilanyapti, shunisini. Samaradorligi 7% ga o'zgaryapti. Xo'p, 7% ga o'zgaryapti. Endi bu dolzarb masala-da. Bu narsa o'sha gazni qazib chiqarish, sho'rtan nefti gazni qazib chiqarish boshqarmasiga asosan kondensatorlari 70-80% tashkil qiladi. Ayni shu narsani tatbiq qilish, agar har bir issiqlik almashinish qurilmasiga agar tatbiq qilinsa, bu natija bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Endi sifati bo'yicha u vaziyatdan foydalanishga, ya'ni ekspluatatsiya jarayoniga juda katta bog'liq deb o'ylayman. Mana endi qarangda, siz mana shu jarayonlarda aytyapsiz, qaynash nimasini aytyapman, gaz kondensatorlarida qaynashi 60 gradusdan boshlanyapti. Aslida o'sha gaz kondensatorlarda neft mahsulotlarini, benzin mahsulotlari bor. Qaynash jarayonlari 38 gradus tashkil qiladi, 35 gradus tashkil qiladi. Shunda qanday bo'ladi mana ishlash? Bizda mana o'zi 701 qurilmasini, o'sha sovutish qurilmasini ishlash prinsipida o'sha ichki quvurlarida V701 dan kelayotgan gaz kondensatorlari o'zi sovutish tizimida ishlaydi-da. Ana shu gaz kondensatiga kirayotgan sovutish tizimiga xizmat qilayotgan gaz kondensati 32-35 gradusni tashkil qiladi. Bu yoqdan K702 kolonnasidan kelib T701 sovutish qurilmasiga kirayotgan temperatura esa 230 chiqyapti, bir-biriga o'tib 120 kiryapti. Bizda o'sha 110 kiryapti, chiqishida 104 bo'lib chiqib ketyapti. Aynan shu sovutish tizimida ham gaz kondensatordan foydalanamiz. Sovutish tizimidagi kirayotgan imенно mana bu P702 bu qozoniga borayotgan kondensatimizni bir muncha qizdirib chiqarib yuboramiz.
sovutish tizimiga kolonnadan 2 kolonnani kub qismidan kelayotgan gaz kondensatimizni 6 gradusga an'anaviy usuldan yana ham ko'proq natija erishdik. 110 gradus chiqqan bo'lsa, hozirgi kunda 106 gradus chiqyapti. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Mana endi men aytmoqchi bo'lgan gap yana shu fikrki, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan vaqtda saqlash tizimlariga olib boriladi. Rezervuarlarga olib boriladi. Yaxshi bilasiz. Mana shu rezervuarlarda agar harorat qancha kam bo'lsa, past bo'lsa, shu yo'qotilish darajasi shunchalik past bo'ladi. O'shaning uchun shu nuqtai nazardan sizda ko'rganmisiz, mana tayyor mahsulot ilgari oddiy texnologiyada borib rezervuarda necha gradus bo'lgan, siz qo'llanilgan usul bilan borgan vaqtda o'sha benzin necha gradus bo'lgan. O'shani agar qilingan bo'lsa agar. Yo'q, bu joyini unchalik ham o'rganmadik, lekin qiziqish uchun shu anaqa mana shu gaz kondensatini barqarorlash liniyasini o'rganib chiqish jarayonida rezervuarlarda o'sha stansiyalarga borayotgan saqlash stansiyalariga, skladga borayotgan neft gaz kondensat mahsulotlarimiz, ya'ni o'sha temperaturasi aynan 30-35 gradus atrofida bo'ladi. Lekin biza qilayotgan natija bunga imенно saqlanish joyiga unchalik ham aloqador emas. Biza asosiy qilayotgan natijamiz o'sha 701 qurilmasida takomillashtirishimiz orqali, 701 qurilmasiga yangilik kiritishimiz orqali chiqayotgan temperaturani 6 gradusga pasaytirdik. Xo'p, buni natijasida biza hovonida AVO 701 qurilmamiz bor, ya'ni sovutish nasoslari. O'sha sovutish nasoslarini qish kunlarida 65 kunga to'xtab turishini ta'minladik. Bu esa elektr energiyasini tejalishiga sabab bo'ladi. Rahmat sizga. Juda katta rahmat. Rahmat Shamsiddin Muxtorovich. Kimyo fanlari doktori Abdukamolova Ayiza Baxtiyorova. Объектом исследования является газовый конденсат в жидком и паровом состоянии. Yani объект sifatida газовый koндensat olingan. Bu газовый kondensatning komponentning sostav o'rganilganmi va u qanaqa ta'sir qiladi uning xususiyatlariga? Sababi biz bilamiz, uning tarkibida nafaqat uglevodorodlar, kislorodli va boshqa birikmalar ham bo'lishi mumkin. Va masalan aytadigan bo'lsak, imенно kislorodli birikmalarning foizi 0,1% ga ham o'zgarganda uning qovushqoqlik xususiyatlari keskin o'zgarishi mumkin. Bu borada qanaqa tadqiqotlar olib borilgan? Sababi yozilgan har bir пункт, например, научные новизна исследования. Определение закономерности. Доказано, что процесс конденсации парогаза требует в раза меньше времени и энергии, чем конденсация водяного пара. Определение закономерности распределения температуры парогаза конденсата va qovushqoqlik xususiyatlari bo'yicha yozilgan. Bu boradagi tadqiqotlar haqida aytsangiz. Rahmat savolingiz uchun. Biz asosan gaz kondensatini qovushqoqligini, issiqligini gaz kondensatini qizdirish orqali aniqladik. Ximik xossalarini aniqlamadik. Fizik xossalarini aniqladik. Mana shu jadvalimizda 20 gradusdan 100 gradusgacha gaz kondensatini qizdirganimizda qovushqoqligi tushib borganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni gazli kondensatni tanlaganda, tadqiqot obyektini tanlaganda uning asosiy xarakteristikasi faqatgina плотность, zichlikka qaratilgan. Shunaqami? Boshqa xarakteristikalarga qaratilmagan. Nimada практические результаты исследований yozilgan определен фракционный состав газовой конденсации и содержание в нем бензина и керосина. Фракционный состав aniqlangan. Bunda kerosin va benzindan boshqa yana qanaqa fraksiyalar aniqlangan? Biza asosan o'sha gradus va 240 gradus oralig'ida ko'rib chiqdik fraksion tarkibini aniqlashda. Bu holatda o'sha asosiy 61% benzin fraksiyasi ajralishini gaz kondensatini 180 gradusgacha qizdirganimizda ma'lum bo'ldi. Va 180 gradusdan 240 gradusgacha qizdirganimizda 69%
fraksiya ajralib chiqdi. Biz bilamizki, adabiyotlardan 61%dan 69%ga keyingisi kerosin fraksiyasi ajralganini aniqlab oldik. Qolgan xossalarini qoldiq xossalarda hisoblaymiz. Shu fraksiyalar miqdorining o'zgarganda, masalan, keskin o'zgarib ketgan paytda siz ishlab chiqqan texnologiyalar qanchalik ishlaydi shu haqida aytsangiz. Hop, men o'ylaymanki, xo'sh, bu xossalar o'zgarganida sovutish tizimiga unchalik ham katta ta'sir qilmaydi. Aytmoqchisiz, qaysi kondensatni qo'llansak ham bu texnologiya ishlayveradi deb aytmoqchisiz. Albatta, Shunaqami, albatta. uning tarkibiga, kimyoviy tarkibiga umuman daxli yo'q. Daxli yo'q. Mumkin emas. Keyingi savol. Научный новизна birinchi va ikkinchi punktlari. Распределение температуры паров газовой конденсации по длине конденсаторов определен. Доказано, что процесс конденсации паров в газоконденсаторе требует в 1,5 раза меньше времени и энергии, чем конденсация водяного пара. Shu narsalar avvalgacha ma'lum emasmidi? Siz birinchi marotaba aniqlayapsizmi? Ilmiy yangilikka ko'rsatish uchun. Hop, avvaldan adabiyotlarda o'zi hamma yoqda hisoblab chiqib bo'lingan bu narsalar, hamma narsa to'liq ravishda bo'lgan, lekin biza iminni obyekt qilib olgan gaz kondensati har bir qudug'i, har bir zavodni qazib chiqarish zavodini quduqlarni xossalari har xil. Individual o'rganib chiqqanmiz. Iminni shu obyektni o'sha individual o'rganib ko'p chiqish nima yumaloq shart edi agar hamma gazli kondensatga ishlaydigan bo'lsa bu texnologiyangiz? baribir ham o'rganib chiqish kerak dedi buni xossalarini. Issiqlikka ta'siri va qo'shqoqligi bizga katta rol o'ynaydi-ku. Endi shu haqida savol. Keyingi savol mayli. Birinchi tablitsada avtoreferatda keltirilgan, nima prezentatsiyada ham ko'rdik, suvning temperaturaga bog'liq plotность o'zgarishi keltirilgan. Bu qanaqa suv haqida boryapti? Distillangan suvmi, texnicheskiy voda, Texnik suv haqida ketyapti. Endi ikkinchisi, ikkinchi tablitsa. Результаты расчета изменения плотности газов конденсации и его пар в зависимости от температуры. Расчетные изменения keltirilgan. Bu расчетные данные bilan eksperimentalniy данные bir-biriga qanchalik to'g'ri keladi? Koeffitsient bormi orasida, to'g'ri kelish koeffitsiyenti? Tushunmadim savolingizni. Расчетные данные va eksperimentalniy данные, насколько они коррелируют? То есть bir-biriga to'g'ri keladi ular. Yo, albatta real holatda farq qilishi mumkin. Lekin bizda o'sha imенно uchuvchi komponentlar ajralib chiqishini hisobiga gaz kondensatini 60 gradusdan o'sha gaz kondensati ispareniya bo'lishni boshlaydi-da. O'sha aniqlik yo'qolyapti. Suvda bizda 998 dan 958 ga 100 gradusda 112 gradusdan 115 gradusgacha suv o'sha 100% ispareniya bo'lib ketadi-da. Faqat qoldiq qoladi. Va so'nggi savolim, klimatik vaziyat o'zgarishi keltirilgan keyingi tablitsada, 3-tablitsada keltirilgan ekan bu joyda. Klimatik vaziyatni aniqlash usuli haqida aytib o'tsangiz, birinchi va 100 gradusda qanaqa kinematik nima gazli kondensatning kinematik qovushqoqligi aniqlangan. Xo'p, bizda gaz kondensatini qani kinematik qovushqoqligi. Xo'p, mana gaz kondensatini 20-100 gradus harorat oralig'ida qizdirib kinematik qovushqoqligini aniqladik. Bu qovushqoqlikni viskozometr degan qurilma orqali aniqladik. Aynan yozilishi kapillarniy viskozometrda aniqlangan. Shunaqa yozilgan, shu to'g'rimi? To'g'ri. 100 gradusda bu viskozometr aniqlash mumkinligini bermaydi. Siz qanaqa 100 gradusda unda aniqladingiz? Bu joyda tajriba natijalari bilan hisoblash natijalari bir-biriga to'liq mos kelar ekan. Tajribada 0.24 olingan, 100 gradusda hisoblash natijalarida ham 0.24. Yo, 100 gradus umumiy olingan-da. 100 gradus. To'g'ri aytganingiz to'g'ri deyapman. Avvalgi savolni o'zim javobini topdim, shuni aytyapman. Rahmat. Xo'p, rahmat. Texnika fanlari doktori
Professor Dilnoza Saidakbarovna Salixanova. Manda ham talabgorga bir ikkita savol bor edi. Bir uchinchi adashmasam ikkinchi yangilikda, ilmiy yangiligingizda gaz-kondensat bug'larini kondensatsiyalash jarayoniga suv bug'ini kondensatsiyalanishiga qaraganda 1,5 baravar vaqt va energiya kam sarflanishi isbotlangan. Siz taklif etayotgan texnologiyani qo'llanganda, to'g'rimi? 1,5 baravar bu juda ham ko'p naqada yutuq, katta yutuq demoqchiman. Shu narsaga qanaqa berishilgan, shu narsani izohlab bersangiz. Xo'p, buni izohlab berishim mumkin. Bizni tatbiq qilayotgan qurilmamiz har uchalasi ham gaz kondensatini sovutish uchun, ya'ni K701 va K702 kolonnalardan chiqayotgan gaz kondensatini sovish uchun xizmat qiladi va o'zi tartib bo'yicha bu qurilma T701, T702, T703 qurilmalarimizdan chiqayotgan gaz kondensati AVO qurilmasiga boradi, ventilyatorga, ya'ni sovutish tizimiga, havo yordamida sovutish tizimiga. O'sha havo yordamida sovutish tizimida bu 65 kunga qisqartirib olamiz. Ya'ni gaz kondensat o'sha sovutish tizimi 65 kun ishlamay turadi qish oylarida. Ya'ni shuni natijasida hisoblab aniq qilingan 1,5 baravar. Endi bu faqatgina qish oylariga mo'ljallangan hisob kitoblaringiz natijasida. Yoz oyida teskari bo'lib ketmaydimi keyin? Yo'q, yoz oylari o'zi tabiiy holatda ishlayveradi. Bizning qilgan yangiligimiz faqatgina takomillashtiryapmiz. Ya'ni yoz oyida ham, qish oyida ham o'sha temperaturani tushirib beradi. Hech qachon yoz kelgandan keyin kunlar isib ketib, tashqi muhit ta'sirida bu sovutish tizimi naborot qizdirish uchun ishlamaydi. Faqat sovutish uchun ishlaydi. Xo'p, keyingisi avtopilotizda 9-betida yozyapsiz. Olib borgan natijalar asosida Aziz Baxtiyordan savolni konkretlashtirish, ya'ni maqsadida aniqlashtirish maqsadida olib borgan tajriba natijalarida 100 ml gaz kondensati tarkibida 65 ml benzin fraksiyasi, 8 ml kerosin fraksiyasi va 25 ml qoldiq fraksiya mavjudligi aniqlangan deb aytyapsiz-da. Faqatgina shunaqa gaz kondensat tarkibi bo'lganda siz texnologiyangiz ishlaydimi shunda? Bunaqada aniqlashi, mana shu tarkibi, gaz kondensat tarkibini aniqlagansiz. Shunaqa tarkibida benzin, kerosin fraksiyalari miqdori aniqlangan. Shunaqa gaz kondensat tarkibli gaz kondensatda ishlaydimi faqat sizni qurilmangiz? Yoki nima uchun o'rganilgan unaqa bo'ladigan bo'lsa, agar hammasida любойda ishlayveradigan bo'lsa. Xo'p, gaz kondensatini o'zi bizning asosiy obyektimiz gaz kondensati bo'lgandan keyin infraksion tarkibini aniqlab olishimiz bu birinchi o'rinda edi. Lekin biza aytamiz iqlim ta'sir qilmaydi degan ma'noda gapirdim. Birinchi savol. Boshqacha beradigan bo'lsak, qanaqa o'zgarishlar bo'lib turadi? Boshqachasiga aytganda, bizani gaz kondensat respublikada chiqayotgan gaz kondensatlarni qanaqa o'zgarishlar bo'lib turadi? Uni ham o'rganganmiz unda tarkibi? Yo'q, o'rganmadim. Tak, keyingi savol, mana 14-betda yozyapsizki, kondensatsiya jarayonini jadallashtirish maqsadida issiqlik almashinuv qurilmalariga kiritilayotgan bug' oqimini qobiqqa urinma shaklida quvur orqali emas, balki to'g'ri burchakli profil orqali berish tavsiya etiladi deb aytasiz, to'g'rimi? Shunda siz laboratoriya qurilmasida bajardingizmi bu narsani yoki sanoatda ham shu narsani amalga oshirsa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Biz o'zi laboratoriya qurilmasini o'sha issiqlik almashtirish qurilmasi qilib yaratdik. Maqsadimiz o'sha sanoatga birmuncha yaxshi natijali g'oya berish. Shularga tatbiq qilishimiz. Sanoatda biza qilgan natijalarimiz faqat laboratoriya sharoitida natija. Keyingi savolim, gaz kondensatining barqarorlashtirish liniyasi 10-rasmda keltirilgan avtopiratda. Mana xuddi shu. Shu texnologik liniya siz tarafdan ishlab chiqilganmi
yoki mavjud bo'ladigan bo'lsa sizni kiritgan bu yerda yengilligingiz. Biza tomonidan ishlab chiqarilmagan bu mavjud sxema, o'sha gaz kondensatini barqarorlashtirish liniyasini sxemasi. Bu yerga biza qilgan yangiligimiz T701 va T702, T703 qurilmalariga o'sha boyagi tatbiq qilayotgan yangiligimizni taklif qildik. Shu qurilmalar aynan shu qurilmalarda qurilmalardagi o'sha kondensatorlar asosida ishlab bordik. Bu tushunarli, rahmat. Rahmat savolingiz uchun. Texnika fanlari doktori, professori Jumayeva, Yozgi Jo'rayev. Ustoz, Rustam Ahtamovich, bir nechta savollar bor. Avtoreferatingizni ko'rish va prezentatsiyangizni eshitish natijasida sizda bu harakatini o'zgarishida issiqlik samaradorligini oshishiga erishilgan. Xo'p, buni harakati qanaqa? Turbulent yoki laminar? Laminardan turbulentga o'tkazganmiz. An'anaviy usulda laminar bo'lgan. Kirgan oqim bo'lgan. Biza aynan mana bu sxemamizda ko'rishimiz mumkin. B qirqimda qobiqga tekkizgan holda tangensal ravishda bug'i beryapmiz-da va profil qo'yyapmiz. Uni tezligini oshiryapmiz. Ana shuni natijasida turbulent jarayoni hosil bo'lyapti. Turbulent jarayoni biz bilamiz adabiyotlardan qobiq qo'l issiqlik almashinish qurilmalarida yaxshi natija beradi. Shuni natijasida biz qobiq qo'l issiqlik almashinish qurilmasini qoq yarmida, teng yarmiga kelganda o'sha natijaga erishib bo'lamiz. Kondensatga aylanib bo'lyapti. Anaqa Tushunarli. Sizda aytilganda men bu usul yaratildi deyilganda, bu mavjud usullar bo'lsa siz tomonidan qanday usul yaratildi? tushunmadim. Shu narsa siz tomonidan yangi usul yaratildi degan narsa yozilgan avtoreferatda. Bu usullar mavjud bo'lsa siz tomonidan qanday usul yaratilgan? Yo'q, mavjud emas. Bunaqa turbulent jarayonida iminiy shu issiqlik almashinish qurilmasi. Yo'q, sizda tushunmadim shekilli savolingizga. Tushunmadingiz. Mana sizda samaradorlikni oshirish bo'yicha mana shu siz laminardan turbulentga o'tish orqali uni samaradorligini oshirgansiz. Lekin shu bo'yicha yangi usul yaratilgan deyapsiz-da. Xo'p, qanday o'sha usulingiz? O'sha usul yangi metod yaratyapsiz siz. Metodimiz o'sha turbulent jarayonida ishlaydigan kondensator yaratamiz. Ya'ni kondensatorni takomillashtirish orqali o'tdagi demak, takomillashtirish deyiladi-da, o'sha usulni takomillashtirish deyiladi. Bu yangi nimadir ochilmayapti-da. Tushuntir oldimmi? Keyingi savolim, sizda aytilyapti, tadqiqot natijalarini ishonchliligida fizik kimyoviy xarakteristikalari orqali natijalaringizni ishonchliligini aniqlik kiritib, shuni isbotlayapsiz. Lekin dissertatsiya, avtoreferati hamda prezentatsiyada fizik kimyoviy xarakteristikalardan ham ko'rmadik. Buni qanday asoslaysiz? Fizik kimyoviy tomonini biz hisoblab chiqmadik. Asosan fizik kattaliklarini issiqlik o'sha bizani issiqlik almashinish qurilmasida o'sha jarayonga bevosita bog'liq qo'shqoqligi, issiqlik sig'imi. Rustam Ahtamovich, men sizga fizik kimyoviy tahlil usullari deganda biz tushunamiz infraqizil spektrlarni va rentgen tahlillarini, fizik kimyoviy usullar, shunga o'xshagan bir nechta usullarni tushunamizda. Siz shu usullardan foydalanganman degan ekansiz. Bu отпечатками yoki nima bu? Biza yoki qaysi fizik kimyoviy bir nechta usullar mavjud bo'lsa, shundan qaysidan foydalangansiz? Shunchaki biz aytmoqchimizki, prezentatsiyada ham avtoreferatda ham kuzatmadik, uchratmadik. Texnik xatolik bo'lishi. Sizni xulosangizda, adashmasam, 5-xulosada aytilyapti, bu
bug' sarfini o'zgarishi bo'yicha o'sha Reynolds kriteriyasini ko'tarilishiga erishgansizda. Вот bu erishishga siz o'sha issiqlik uzatish koeffitsiyenti, ya'ni quvur devoriga, keyin undan suyuqlikka o'tganda o'zgarish bilan o'tyapti. Xo'p, mana shu joyda hozir siz aytdingiz, texnik suv sifatida texnik suvdan foydalandim deyapsiz. Ma'lumki, texnik suvni tarkibi demak toza emas. Bu devorni qatlamini qalinlashishiga ta'sir qilsa, sizda u qanchalik siz olgan qiymatlarga ta'sir qilishi mumkin emasmi? Sababi suv toza bo'lmagandan keyin o'sha kondensatsiyalanish jarayonida nakib hosil qiladi va o'zidan ham nakib bor, siz uni hisobga olgansiz va bu yana nakib образованиеga olib kelsa, bu keyin sizni danlilaringizga qanchalik ta'sir qiladi? Bizda tadqiqotimiz jarayonida texnik suvdan foydalandik, lekin tatbiq qilayotgan T701, T702, T703 sovutish qurilmalarida gaz kondensatini sovuq holatdagi gaz kondensatidan foydalandik. Biz texnik suvdan foydalandik, undan faqat laboratoriya sharoitida foydalandik va uni ham olinayotgan natijalarimizga ta'sir qilmaydi deb o'ylaymiz. Biz bilamizki, texnik suvdan juda ko'p marotaba foydalanilganda o'sha dashqol hosil bo'lishi mumkin. Biz uni doimiy foydalanmadik. Yaxshi, rahmat. Ilmiy yangiligingizni 2 hamda 4-sida ayrim xatoliklar bor ekan. Uni keyingi ishlaringizga qarab ko'rasiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat kattakon. Kimyo fanlari doktori professor Yoqub Zuboyevich. Menda ham o'zimni qiziqtirgan bitta savolim bor edi. Mana hozir ham ko'rib turibmiz, mana shu qobiq quvurli kondensatorli qurilmangizda qanaqa konstruktiv o'zgarishlar bo'ldi va uning natijaga ta'siri qanaqa bo'ldi? O'sha haqida gapirib bersangiz. Konstruktiv o'zgartirishimiz bir qirqimda ko'rinib turibdiki, ahamiyat bergan bo'lsangiz, biza an'anaviy usulda qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasiga berilayotgan bug' kondensatda uglevodorod bug'lari to'g'ridan to'g'ri qobiqqa berilgan va u turbalarning orasidan oqib tushib, ikkinchi tomondan oqib chiqib ketgan. Biza konstruktiv qilgan o'zgartirishimiz takomillashgan usulda qobiqga tekkizgan holda, ya'ni tangensal ravishda berdik. Birinchi qilgan ishimiz, ikkinchisi to'g'ri turburchakli profildan foydalandik. Bu esa an'anaviy silindr quvurda 1.07 metr sekund bo'lgan bo'lsa tezligi, bug'i tezligi. Bu yerda to'g'ri turburchakli, xuddi ana shlankada qo'pol tunuq bo'lsa ham aytaman, shlankada suv qisganda tezligi oshadi-ku. Xuddi shunaqa to'g'ri turburchakli profildan foydalanganimizda 3 barobarga oshdi. 3.37 metr sekundga oshdi. 3 barobar natijaga erishdi. Faqat tezlikka ta'sir qildimi yo boshqa omil faktorlarga ham ta'sir qildimi? Albatta, kondensatsiyalash jarayonini bizda birinchi bo'lib imенно uglevodorod bug'larini qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmasini yarmiga yetganda bizda natija oldik. Demak, esa umumiy temperaturani 6% ga tushishiga. Oldingi ishlarda ham farq shunda iborat. Albatta. Tushunarli. Rahmat. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori To'yta Jumayev, matematik. Mikrofon. Assalomu alaykum. Assalomu ustozlar. Rustam Ahmadovichga mazmunli doklad uchun minnatdorchilik bildiramiz va bir ikkita qaytarilish bo'lsa ham bir ikkita savollarimiz bor edi. 8-slaydingizni ochsangiz, teploobmenniklarda o'zi boya ustoz birinchi juda bir yaxshi anoni aytdilar. Teploobmenniklarda nimagadir erishish bu juda 0.1 ga erishish ham bu ancha muncha mashaqqatda. Bu yerda ham energiyadan ham o'sha bug'ni
hisobidan 1,5 baravarga erishilgani bu albatta tahsinga sazovor. Bu qo'shiq turibchatli teplobmenlikka bitta noan'anaviy narsa mavjud texnologiya. Avvalambor birinchi savolim, nima uchun aynan gorizontali tanlangan? Qo'shiq trubali teplobmenliklarni asosan zavodlarda vertikal holatda uchratganmiz. Nima uchun gorizontali tanlangan? Bizda asosan tajriba ishimiz o'sha barqarorlashtirish liniyasidagi T701, T702, T703 qurilmalariga qaratilgan bo'lgani uchun, u qurilmalar gorizontal tarzda turgani uchun gorizontalni tanladik. Asosan profil o'rnatilgan, menimcha eng yangiligi shu profil boshqa qo'shiq trubali teplobmenliklarda adabiyotlarda ham uchratmaganmiz. Maqsadi, buni vazifasi nimadan iborat? Maqsadi shu 8-slayd. 8 bu chiroyliroq ko'rinadi. 8 ga o'tiring. To'g'ri burchakli profilda uchun natijalar ko'rsatilgan 3.37 metr sekundga tezlashgan. Ya'ni anaqa qobiq quvurlik almashish qurilmasiga kirilayotgan uglevodorod bug'lari an'anaviy usuldan 3 baravarga oshgan. Asosiy profilli vazifasi va natijasi shu. Samaradorlik o'sha vaqtligi ichida shuncha metr taqsim sekundga demak bu yerda gidravlik qarshilik masalasi ham turibdi. Albatta. Gidravlik qarshilik masalasi nima bo'lyapti bu yerda? Xo'p, gidravlik qarshilik masalasini albatta ko'rib chiqamiz. Busiz iloji yo'q, chunki bizda K702 kolonnamizdan oldin nasos turibdi. Shuncha bosimni hosil qilib berayotgan. Gidravlik qarshilik bu nasosga o'z-o'zidan ta'sir qilishi mumkin. Chunki biza qo'pol qilayotganda shlanchani og'zini bo'g'ganimizda bu yoqda davleniya oshib ketadi. Lekin biz buni hisoblab chiqdik. Gidravlik qarshilik umumiy qarshilik 8% tashkil qilganligi uchun va 200-300 bosimda ishlaydigan tizim uchun bu uncha katta aniq natija bo'lmagan, yo'qotish bo'lmaganligi uchun buni biz hisobga olmadik. Demak, o'sha Bernoulli tenglamasi asos bo'la oladi-da bu yerda. Albatta. Bernoulli tenglamasiga asoslangan deb tushunamiz. Xo'p, agar mumkin bo'lsa yana bitta savolim bor edi. Bu yerda boyagi fizik kimyoviy tahlil albatta borgan meni nazarimda, chunki boyagi dokladingizga bunga kirdingiz. Kinematik va dinamik qovushqoqliklar hisoblangan ekan. Agar dinamik qovushqoqlik hisoblanganda yetarli emasmi? O'shani o'zi dinamikni zichllikka nisbati kinematikani beradi. Uni Albatta. O'sha nima uchun har ikkalovi ham hisoblangan? Har ikkalovi ham bir-biriga bog'liq bo'lgan uchun hisoblangan. Rahmat. Keyin yana bitta narsa bor. Bu yerda 15.000 dan 16.000gacha Reynolds oshirilgan. Meni o'ylashimcha, boya Aziz Abdukamolovning gaplari, savollarining davomi bo'ladi bu. Menimcha jarayon turg'un, turbulent holatga boryapti. Laminar holat menimcha bu yerda mavjud emas. Turg'un, turbulent holatda buni qaysi kriteriyada hisoblagansiz? Reynolds kriteriyasida hisoblangan bo'lsa nimalarga e'tibor berilgan shunda? Kinematik qovushqoqlikka, tezlikka va diametrga. Qovushqoqlikka qovushqoqlik ham olinadi, demak boyagi hisoblagan qovushqoqlik. Albatta. Rahmat javoblar uchun. Sizga ham rahmat aytaman. Samad Samovich, menda savol bor edi. Ish bajargan ishi juda ham dolzarb. Bu sohada respublikamizda ko'zga ko'ringan olimlar, akademiklar, Bakajon Salimov, Nodirbek Yusufbekov, professor Sanat Zakirov, G'ulomov, Abubakar Rizayev, Habibulla Muhammedov, Shamsiddin Muxtor Saidahmedov, Saidakbar Abdurahimov
Turkar Rahmonov, mana o'tishda professorlar Romamatov, Oybek Ismoilov o'tishda fattish qilishgan. Qancha fattish bajargan, ammo sizni bugun mana ishlayotgan lavozimiz O'zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi Toshkent viloyati hududiy boshqarma boshlig'isiz. Bu juda ham mas'uliyatli, mana Shavzi Muxtorovich biladi, juda mas'uliyatli lavozim. Chunki Toshkent viloyatida yirik obyektlar bor. Bu Olmaliq, Angren, Chirchiq, Mirzo Ulug'bek, Bekobod va hokazo. Mana shu sohada siz rahbariyat mana shu yo'nalishda institutda bajarayotgan qanaqa ilmiy tadqiqotlar bilan bog'lash mumkin? Chunki mana sizni ishingizni asosiy eng katta plusi bu kondensatsiyalash jarayoni 1-2 martaga va uzaytirilayotgan issiqlik miqdori 1.33 ga. Mana bu tur sovuq tushganda hokimlarni ishdan olib tashladi. Sovuq bo'lganda. Yildan yilga ham yoz issiq bo'lyapti, qish sovuq bo'lyapti. Shuning uchun juda aholidan prezident devoniga ham bosh qurib chiqadi, sovuq tepaga yetmayapti. Mana shunda fanni qanaqa roli va shundan savollar shuni chiqyaptiki, sizni qilgan juda dolzarb ilmiy ishlamangiz kelajak qanaqa? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Ustoz, bizani qilgan yangiligimiz issiqlik almashinish qurilmasida qilgan takomillashtirilgan qilgan ishimiz o'ylaymanki juda katta ahamiyatga ega. Bu tatbiq qilinsa, o'sha har bir zavodda bu issiqlik almashinish qurilmalari, ya'ni o'sha neftni qayta ishlash, qazib chiqarish zavodlarida issiqlik almashinish qurilmalari 70-80, ba'zi bir hollarda 90% tashkil qiladi. Agar bularni har biriga tatbiq qilinsa, biz 3 tani oldik. Tatbiq qilinsa juda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Bu o'z-o'zidan nima deydi? Elektr energiyasini hozir o'sha zamon talabi ko'rib turibsizlar, elektr energiyasi birinchilikdan albatta o'sha o'z-o'zidan elektr energiyasi tanqis bo'lib borayotganligi. Bizning nazorat ostimizda siz aytgan o'sha Agenka bor, O'zbek ko'mir bor, Angren, Yangi Angren, Chirchiq zavodlari bizning nazoratimiz ostida xavfsizlik tomonidan. Bu joylarda juda ko'p boramiz. Imminna shu dolzarbligi bo'yicha tanqislik va yetishmovchilik, isrofgarchiliklar haqida korxona rahbarlari bilan ham juda ham ko'p gaplashganmiz. O'sha aynan elektr energiyasi, bu zavodlar elektr energiyasisiz hech qanaqa faoliyat yurita olmaydi. Bizning nazorat ostimiz obyektida GRES bor, Toshkent GRESi. Angren bor, Angren bor. Bular hammasi elektr energiya ishlab chiqarishadi-da. Bularni asosiy o'sha iste'molchilardan, katta miqdordagi iste'molchilardan biri shu gigant zavodlarimiz bo'ladi. Agar bu zavodlarimizga shu qilgan yangiligimizni tatbiq qilsak, birinchi bo'lib elektr energiyasini tejalishiga sababchi bo'ladi. Bu esa korxonalarga juda katta iqtisodiy samaradorlik berishi mumkin. Ilmiy kengash a'zolari Samarqandga 34 ta savol berib yetarli. 34 ta. Payg'ambar ham yoshi 33 edi, undan oshib ketdi. 34 ta bo'ldi. Endi men hozir so'zlar reglament bo'yicha professor Sharifxonga ko'ra ular yetakchi tashkilot. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti atrofida hamda haftalab yuradigan tadbirlar tanishtirildi. Marhamat. Rahmat. Talabgor Yusupov Rustam Adhamovichning 0208 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalarida uglevodorod bug'larining kondensatsiyalanish jarayonlarini takomillashtirish mavzusida bajargan dissertatsiya ishlariga yetakchi tashkilot sifatida Toshkent
davlat texnika universiteti belgilangandi. Toshkent davlat texnika universiteti kafedralararo birlashgan ilmiy seminarda ko'rib chiqib, ishga ijobiy baho berib, rasmiy xulosa rasmiylashtirilgan. Shunda ilmiy seminar raisi, texnika fanlari doktori professor O'rinov hamda seminar kotibi, texnika fanlari falsafa doktori dotsent Karimovlar tomonidan imzolangan va institut ilmiy ishlar va innovatsiya ishlari bo'yicha prorektori, fizika matematika fanlari doktori professor Danayev tarafidan ushbu xulosa tasdiqlangan. Ishni ilmiy amaliy ahamiyatini bilan birga ishda bir qancha kamchiliklarni ko'rsatib o'tishgan. Birinchisi, kondensatsiya jarayonining takomillashtirishda qo'llanilgan usulda issiqlik almashinish qurilmalaridagi kondensatsiya plyonkasi qalinligi hisoblab chiqilmagan. Ikkinchisi, bug'ning aylanma harakatini ta'minlashda to'g'ri burchakli profildan foydalanishda bosimni profil konstruksiyasiga ta'siri o'rganilmagan. Uchinchisi, dissertatsiya ishida zamonaviy adabiyotlar bilan birga eski tahririy adabiyotlar ham uchraydi va oxirgisi, dissertatsiya va avtoreferatda ortografik va grammatik xatoliklar mavjud deb berilgan hamda xulosa qilib talabgor Yusupov Rustam Adhamovichning 02.0008 neft va gaz kimyosi texnologiyasi ixtisosligida texnika fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalarida uglevodorod bug'larning kondensatsiyalanish jarayonini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishlari yuqori saviyada bajarilgan bo'lib, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyati, olingan natijalar to'liq asoslanganligi, dissertatsiya ishining ko'lami hamda hajmi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasining falsafa doktori ilmiy darajasi olish uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob berishini hamda talabgor Yusupov Rustam Adhamovich falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblab, yakuniy himoyaga Umumiy va Norganik kimyo instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga himoya qilishga tavsiya etishdi. Endi bundan tashqari avtoreferatga kelgan taqrizlar bilan tanishtirib o'tsam. Birinchisi, Namangan muhandislik texnologiya instituti kimyo texnologiya kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Anorovdan kelgan. Birinchisi, taqriz ijobiy kamchiliklar quyidagilarni ko'rsatib o'tishgan. Birinchisi, bug'larni aylanma harakatida uzaytirish orqali kondensatsiya jarayonini jadallashtirish usullari boshqa konstruksiyalarga ega qurilmalarda qo'llash imkoniyati tahlil etilmagan. Ikkinchisi, bug'ni aylanma harakati orqali oqim tezligini oshirish orqali dashqon hosil bo'lmasligi dinamikasi o'rganilmagan. Ikkinchisi, professor kafedra Bukharskoye инженерно-технологического института от доктора технических наук профессора Абдурахманова отзыв положительный, имеется следующие замечания. В материалах автореферата не указаны зависимости расхода энергии для обеспечения указанного объема расхода пары. И второе, в качестве полноценного логического завершения целесообразно было проведение оптимизации исследования параметров процесса и аппарата. Следующий отзыв поступил от профессора кафедры нефтегазового дела имени профессора Вартумяна Кубанского государственного технологического университета, от доктора технических наук, доцента Савинок Ольги Владимировны. Отзыв положительный, без замечаний. Следующий отзыв поступил от профессора филиала Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в городе Ташкенте, от профессора Акрамова. Отзыв положительный, без замечаний. Следующий отзыв поступил от координатора ГСЛ Высшей школы науки и технологий, от профессора Ташифиса. Отзыв положительный, без замечаний. И последний отзыв поступил из Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Академии наук Республики Узбекистан, от доктора технических наук профессора Тури Муратова. Отзыв положительный. Имеются следующие замечания. Первое. Не объясняется причина изменения плотности паров газового конденсата. И с увеличением температуры плотности сначала снижается, а дальше продолжает увеличиваться. И второе. Имеются некоторые грамматические и стилистические ошибки. И последний отзыв поступил от Гвалиор университета профессора
доктора Шиф Ом Синка из Индии. Отзыв положительный, без замечаний. Rahmat. Samarqand yetakchi tashkilot Islom Karimov nomiga Toshkent davlat texnika universiteti hamda Avtoreferat kelgan bizdagi ko'rsatilgan kamchiliklar va takliflarga javob berishni so'z sizga. Xo'p, rahmat. Birinchi yetakchi tashkilotni taqizdagi savollarga asosan birinchi savollarga javob bug'ni quvurdagi turbulent harakatini kondensatsiya plyonkasi qalinligi kamayishi jarayoni jadallashishi tajriba natijalarida ma'lum bo'ldi. Biroq uni to'liq hisoblab chiqmadi. Ikkinchi savollariga javob eltuvchi quvurni o'rniga to'g'ri to'rtburchakli profildan foydalanilganida profil qalinligi 1,5 baravarga oshirish orqali uni bosimiga chidamliligini oshirdik. Xo'p, uchinchi savollarga javob issiqlik almashinish qurilmalari samaradorligini oshirish borasida ishlardan to'liq foydalanish maqsadida eski tahrirdagi adabiyotlardan ham foydalanilgan. To'rtinchi savollarga shu ortografik kamchiliklarga roziman. Hop, avtoreferat bo'yicha Namangan kimyo texnologiya kafedrasi professori Anorov savollarga birinchi savollarga neftni qayta ishlash korxonalarida ishlayotgan issiqlik almashinish qurilmalarining 75-80% qisman quvurli qurilmalar tashkil qilganligi bois kondensatsiya jarayoni jadallashtirish ishlari ushbu turdagi qurilmalarda olib borilgan. Xo'p, ikkinchi savollariga javob kondensatsiya jarayonida bu tarafdagi issiqlik almashinish yuzalarida dashqol qatlami hosil bo'lishi juda past bo'lganligi sababli ushbu jarayon to'liq o'rganilmagan. Buxoro muhandislik texnologiya instituti professori Abdurahmonov savollariga birinchi savollarga javob bu hosil qilish jarayonida tadqiqot vazifalariga kiritilmaganligi sababli ushbu jarayon o'rganilmagan. Ikkinchi savollariga optimallashtirish masalalari dissertatsiyani 3-bobida keltirib o'tilgan. Xo'p, keyingisi Qoraqalpog'iston ilmiy tadqiqot instituti tabiiy fanlar bo'yicha professor Turemuratovni savollariga javoban texnologik jarayonlarda gaz kondensat bug'larining zichligi ortib borishi muhit harorati va undagi bosim ortishi bilan proporsional. Shu sababdan bug'ning zichligi o'zgarib boradi. Xo'p, ikkinchi savollariga ortografik xatolarga roziman. Rahmat savolingiz uchun. Tadqiqotchi Yusuf Rustam Ahtamovning 02-008 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalarida uglevodorod bug'larining kondensatsiyalanish jarayonini takomillashtirish mavzusidagi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishiga rasmiy atalgan tahrizi. Bu mavzuning dolzarbligi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda bilamizki, nafaqat neft va gaz sanoatida, jami boshqa ishlab chiqarish korxonalarida ham maishiy boshqa xizmat ko'rsatish barcha joylarda asosan hozirgi kunda
Qo'yilgan talablardan biri energiya resurs tejamkor texnologiyalarni foydalanish. Bizda ham neft va gaz sanoatida asosiy boradigan barcha jarayonlar shu issiqlik almashinish qurilmalari yordamida boradi. Mana shu dissertantimizning hozirgi kunda taklif etayotgan, ya'ni bu mavjud bir, misol uchun issiqlik almashinish uskunalarida, qurilmalarida ma'lum bir konstruktiv o'zgartirishlar kiritish orqali muammoni oddiy va sodda yechimini orqali, misol uchun ma'lum bir iqtisodiy va energiya tejamkorlikka misol uchun erishilgan. Bu hozirgi kundagi eng muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Endi shu bilan birga aytadigan bo'lsa, neft va gazni qayta ishlash jarayonida qo'llaniladigan rektifikatsion kolonnalar, xom ashyoni birlamchi qizdiruvchi va fraksiyalarni sovutuvchi issiqlik almashinish qurilmalaridan iborat neftni haydash uskunalarining energiya tejamkor texnologiyasini qo'llashga qaratilgan chuqur tadqiqotlar olib borilgan. Bu dissertatsiya ilmiy ishi asosida. Endi ilmiy kengash ikkita ish ko'ryapti, vaqt juda kam, shu uchun sal qisqartiraman, ruxsat bersanglar. Bu yerda dissertatsiya ishida asosan ishini ko'rib chiqib, quyidagi kamchiliklar va takliflarni bildiraman. Birinchisi, dissertatsiya tadqiqot obyektlarini fizik ko'rsatkichlarni aniqlash 60 gradus Selsiy haroratgacha tajriba yo'li bilan yuqori haroratlarda hisoblash yo'li bilan amalga oshirilgan. Bunday yechimga kelingani aniq ilmiy asoslanmagan. Ikkinchisi, tajriba qurilmasida 100-250 kilopascal bosimda quvur uzunligi bo'yicha haroratni taqsimlanishi keltirilgan. Korxona sharoitidagi ishchi bosimlarni yuqoriligini inobatga olib, tajribalarni yuqoriroq bosimlarda amalga oshirish ishni yanada boyitgan bo'lar edi. Keyingisi, dissertatsiyada gaz kondensati va suv bug'larini vaqt birligi bo'yicha kondensatsiyalanish hajmini qiyosiy tahlili to'liq bajarilmagan. To'rtinchisi, tadqiqotlarda quvur konstruktiv parametrlarga o'zgartirish kiritish orqali bug' aylanma harakatini ta'minlash va kondensatsiya jarayonini jadallashtirish usuli taklif etilgan. Biroq tashuvchi quvurni to'g'ri burchakli profilga o'zgartirilishi umumiy gidravlik qarshilikni o'zgarishiga ta'siri to'liq o'rganilmagan. Beshinchisi, qo'llanilgan usul yordamida korxona sharoitida olinadigan iqtisodiy samaradorlikni hisoblashda qo'shimcha xarajatlar inobatga olinmagan. Energiya qiymatlarini hisoblashda 2024-yildagi tariflardan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirish imkonini bergan bo'lar edi. Dissertatsiya ishida stilistik xatoliklar mavjud. Ushbu ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining maqsad va mazmuniga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yusupov Rustam Adhamovichning qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalarida uglevodorod bug'larining kondensatsiyalanish jarayonini takomillashtirish mavzusidagi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi neftni qayta ishlash korxonalarining dolzarb masalalaridan birining yechimiga bag'ishlangan bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyati, hajmi, tarkibi va salmog'i bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi va uning muallifi 020008 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat Boburjon Zamirovich. To'xtamovich, birinchi rasmiy opponent texnika fanlari doktor professor Azizov Boburjon Zamirovich taqdirlardagi ko'rsatilgan kamchiliklar va takliflarga javob berish uchun so'z sizga. Birinchi savolga javob fizik
ko'rsatkichlarni tajriba usuli 60 gradus haroratgacha aniqlashga asosiy sabab suyuq uglevodorodlarda yengil fraksiya ajralib chiqishining asosiy sababi jadal ajralib chiqishidir. Shu sababdan 60 gradusda yuqori haroratlarda zichlik va qo'shqoqlik hisoblash yo'li bilan aniqlangan. Xo'p, ikkinchi savolga javob Sho'rtan nefti gazni qazib chiqarish boshqarmasidagi gazni barqarorlashtirish liniyasida bosimni o'zgarishi o'rtacha 200-300 kilopaskalga tengligini inobatga olgan holda tajribalar olib borilgan. Uchinchisi, gaz kondensati va suv bug'larini vaqt birligi bo'yicha kondensatsiyalash hajmi o'zgarishi 3 barobarda keltirilgan. Kengaytirilgan solishtirish usullari keyingi ishlarimizda bajaramiz. To'rtinchisi, profil o'rnatish orqali tezlikni o'zgarishi umumiy gidravlik qarshilikni 8% ga ortishiga olib kelishi tajribalar natijasida aniqlangan. Beshinchisi, elituvchi quvurni to'g'ri burchakli profilga almashtirish korxona sharoitida ichki imkoniyatdan kelib chiqib bajarish mumkinligini inobatga olib kam xarajatlarni inobatga olmaganda va olinmagan va dissertatsiyaning iqtisodiy qismi korxona iqtisodchiligi bilan 2023-yilda bajarilgan. Dissertatsiyani kamchiliklari uchun ishga davom ettiramiz. So'z rasmiy abonent texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Megliyev Sherzod Shoyevichga. Marhamat Sherzod aka. Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari. Agar ruxsat bersalaringiz, meni oldinga opponentlar to'liq yoritib berganligi uchun kamchiliklarni o'qib bersam. Tadqiqotchi Rustam Yusuf tomonidan katta hajmda tadqiqot ishlari bajarilgan bo'lib, uning ilmiy amaliy tomonlari yoritib berilgan. Shu bilan birgalikda dissertatsiya shakllantirishda ayrim kamchiliklar ham mavjud. Birinchisi, kondensatsiya jarayonida amalga oshiriladigan nima uchun qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmalari tajribalar olib borilgan. Uning aylanma harakatini qo'sh quvurli qurilmada amalga oshirish jarayonini samaradorligi yanada oshirish mumkin edi-ku. Ikkinchisi, uglevodorod bug'larining aylanma harakatida qurilmadagi umumiy gidravlik qarshilikni ortish jarayoniga ta'siri to'liq o'rganilsa yaxshi bo'lar edi. Uchinchisi, tajriba davomida uglevodorod bug'lari bilan bir qatorda suvning ham issiqlik fizik xossalatlari o'rganilgan. Vaholanki ushbu ma'lumotlar texnik adabiyotlarda mavjud kattaliklarda hisoblanadi. To'rtinchisi, kondensatsiya jarayonida asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblangan kondensatsiya plyonkasi qalinligi o'zgarishi kengroq o'rganilmagan. Beshinchisi, laboratoriya tajribasida uzunligi 3 metr bo'lgan qo'sh quvurli qurilmada kondensatsiya jarayoni quvur uzunligi yarmida, ya'ni 1,5 metrga yetganda to'liq kondensatsiyalanish keltirib o'tilgan bo'lib, jarayon qay tarzda aniqlangani aniq yoritib berilmagan. Oltinchisi, dissertatsiya ishida ba'zi bir orfografik va stilistik xatolar mavjud. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar dissertatsiya ishi mazmunini kamaytirmaydi. Avtorefrat va e'lon qilingan maqolalar dissertatsiya mazmuniga mosdir. Yusuf Rustam Adhamovich 020008 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha bajarilgan qobiq quvurli issiqlik almashtirish qurilmalarida uglevodorod bug'larini kondensatsiyalanish jarayonini takomillashtirish mavzusidagi texnika fanlar falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi. Yusuf Rustam Adhamovich 020008 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlar falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat Sherzod Shoyevich. Adhamovich texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Megliyev Sherzod Shoyevich ko'rsatgan kamchiliklarga taqdirdagi ko'rsatgan kamchiliklarga javob berishni so'z sizga. Marhamat. Xo'p, savolingiz uchun rahmat ustoz.
Xo'p, birinchi savolga javob beraman. Qo'sh quvurli qurilmalar korxona sharoitida umumiy issiqlik almashtirish qurilmalarining 5-7% ni tashkil etganligi bois ushbu qurilmalarda tajribalar olib borilmagan. Ikkinchi savolga javob beraman. Gidravlik qarshilik o'zgarishi tajriba qurilmasida o'rganib chiqilgan, biroq korxona sharoitida hajmiy sarfni ortmasligi sabab gidravlik qarshilik ortishi kuzatilmagan. Uchinchi savolga javob beraman. Har bir korxona sharoitida ishlatiladigan texnik suvni fizik kimyoviy tarkibi turlicha bo'lganligi sababli sovutish uchun ishlatilayotgan suvni parametrlari o'rganish ishini aniq darajada yanada oshirishini inobatga olgan holda tajribalarni o'tkazdik. Hop, to'rtinchi savolga javob beraman. Kondensatsiya plyonkasini qalinligi batafsil keyingi ilmiy ishlarimizda ko'rib chiqamiz. Beshinchi savolda jarayon qurilma uzunligi bo'yicha o'zgarib boradigan haroratda kelib chiqqanligi aniqlangan. Kamchiliklar uchun rahmat. Shu davom ettiramiz. 4 soatdan beri ishlayapmiz. Vaylik taklif tushyapti. Muhokamada 2-3 minutda. Misli shunga rahmat. Shamsiddin Muxtorovich boshlab bering muhokamani. Hurmatli kengash yig'ilishlari, hurmatli mehmonlar, mana bugun Rustamjon Atamboyevich yaxshi tema bo'yicha, juda nozik tema bo'yicha dissertatsiya ilmiy ishlarini olib borgan. Shu ilmiy ishlarni biz natijalarini ko'rdik. Endi bu natijalar gidrodinamika bilan ham bog'liq. Chunki o'sha suyuqlik harakatini laminar oqimidan mana shu nima oqimiga, turbulent oqimiga aylantirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buni konstruksiya qilib juda bir oson yo'li bilan shu harakatga keltirilyapti. Shu harakat evaziga sovutish darajasi mana yuqorida ko'rdik 3.4 barobarga samaradorligi oshyapti. Buni qarang, nechta shunaqa almashtirish sistema qo'llash kerak ediki, shu natijaga erilish uchun. Men bitta hisob-kitob qildim. Biz mana hozir Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 1,2 million tonna xomashyo qayta ishlab chiqarilyapti. Asli quvvati 6 millionga yaqin, yaxshi bilasiz buni ham. Buxoro zavodi 2,5 millionga hisob-kitob qilingan bo'lsa, bugungi kunga 1,800,000 tonnaga xomashyoni qayta ishlayapti. Endi shu respublikamizda mana hisob-kitoblar bo'yicha 3 million tonna xomashyo qayta ishlatilgan bo'lsa, bu jarayonda ajrab chiqilayotgan neft mahsulotlarida hajmi, o'sha yerdan olingan neft mahsulotlarida evaziga, mana almashtirish tizimini yaxshilash evaziga juda katta samara olinyapti. Bu samara nafaqat mana shu issiq almashtirish tizimiga, balki o'sha olinayotgan neft mahsulotlarida saqlanish jarayonida harorati pastroq holda chiqarish evaziga yo'qotilish darajasi ham ozaytirilyapti, qisqartirilyapti. Bu endi ishingizni men kelajakda ko'rib chiqsangiz kerak, lekin bu juda muhim masala. Mana bilasiz, 3 million tonna agar qayta ishlatgan bo'lsa, respublikamizda yo'qotish darajasi 4% ga kelyapti. 4% deganda mana o'zlaringiz o'ylanglar, 4% 3 milliondan qancha bo'ladi? 3 million bo'lganda ham 30,000 tonna 1% agar pasaytirilsa, 30,000 tonnani agar neft mahsulotlarini sotishga chiqayotgan $500 bir tonnasiga hisoblagan taqdiringizda ham bu samaradorligi 15 million dollarga tashkil qilyapti bir yilda. Agar bu jarayon konkret agar ish olib boriladigan bo'lsa, bu samaradorlik yana kuchayadi. Men bitta ishtirok etgan hamkasblarimizga iltimos qilaman, qo'llab-quvvatlashga. Tema nihoyatda aktual, buni ishlash kerak, davom ettirish kerak, samaradorligi yuqori bo'ladi, ekologiyaga ham juda katta ta'siri bor. Men o'ylaymanki, kelajakda agar Rustamjon Adhamjonovich agar shu temani davom ettirsangiz, katta natijalar bo'ladi. Hech nima o'zgartirilmadi. Konstruksiya laminardan turbulent darajasiga almashtirib, shuni hisobiga shunaqa samara bo'lyapti. Men qo'llab-quvvatlashni so'rayman, men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Rahmat.
Rahmat. katta rahmat professor texnika fanlari doktori G'ofur Mirzabek bu ishga katta hissa qo'shganlar. So'z sizga. Hurmatli kengash a'zolari, haqiqatda bugun dolzarb mavzuga bag'ishlangan ishni eshitdik. Mana hozirgina ustoz aytdilar, ushbu ishda siz o'tiravering. Ushbu ishda laminar rejimdan turbulent rejimga o'tilyapti. Haqiqatda laminar rejimdan turbulent rejimga o'tgan vaqtda bu yerda nakifobrazovание kamayadi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda massa almashish va teploobmenniy protsesslar yaxshilanadi. Bu yigitimiz hozir ushbu ishni qilish natijasida issiqlik berish koeffitsiyentini 6,5% ga oshiryapti. Issiqlik uzatishni 7% ga oshiryapti. Bu juda katta narsa. Bu laminardan turbulentga o'tish rejimi haligi issiqlik almashish jarayoni nega yaxshilanadi? Misol oddiy qilib aytganda yaxshi ko'rishadi, ovqat qilganda qozonni qovurayotganingizda aylantirmasangiz tag olib ketadi, to'g'rimi? Burada aylantirib tursangiz yaxshi, issiqlik almashish yaxshi. Turbulent rejim mana shu laminar rejimdan turbulent rejimga o'tish. Bugungi ishimni qo'llab-quvvatlayman va qolganlarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Rahmat katta. Rahmat. Kimyo fanlari doktor professor Yoqubov Yo'ldosh Yusufboyevga marhamat. Mana bugun O'zbekiston ilm fani uchun juda ham dolzarb ilmiy ishni eshitdik. Mana Rustam Akramich tomonidan o'sha issiqlik almashinish sohasiga doir katta ish qilingan. Buni ko'rib turibmiz. Oldingi ishlardan ham tubdan farqini ko'rib turibmiz. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, mana gaz kondensati bug'uning kondensatsiyalanishi suvga nisbatan 2,5 barobar pastligi mana ilmiy yangiligida keltirib o'tilgan va buni natijasida kondensatsiyalashga qaraganda 1,5 barobar vaqt va energiyani sarflanishini oldi olinishi mana yuqorida Shamsiddin Muxtorich ustozimiz tomonidan ham juda yaxshi qilib tushuntirib berildi. Bu natijada bu tezligini mana konstruksiyaviy o'zgartirish natijasida 3,4 barobarga tezligini oshirishi bu juda ham katta yangilik. Bu ishni mana qo'llab-quvvatlayman. Ko'rib turibdiki, Xudo xohlasa, kelajakda katta samaradorlikka ega bo'lgan ilmiy ishlardan biri va boshqalarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Rahmat. Namanganda havo soatini ekan ancha yaxshi. O'tgan kuni stol ustida gul yo'q, gul ko'pja. Namanganga o'tamiz. Muhandislik prorektori, kimyo fanlari doktor professor Oybek Karim Cherkashga marhamat Oybek aka. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli rais, aziz ustozlar. Bugun ikkita juda ham yaxshi puxta reja asosida ustozlarni maslahatlari bilan qilingan dissertatsiya ishlarini eshitdik. Juda ham ma'noli, kelajagi bor ishlar ustozlar mana e'tirof etishdi. Bu dissertatsiyamiz Yusuf Rustam Adhamovich ham demak sanoat uchun juda ham muhim bo'lgan, iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan ustozlarimiz har tomonlama asoslab berishdi. Dissertatsiya ma'ruzalari ham juda yaxshi chiroyli bo'ldi va yangi kelgusidagi rejalari bo'yicha tavsiyalar berildi ustozlar tomonidan. Qo'llab-quvvatlaymiz. Dissertatsiya va barcha hujjatlari kanallarda ilmiy kotibimizga ming rahmat, tanishib bordik. Nizom talablari asosida shakllantirilgan. Qo'llab-quvvatlaymiz va barcha kengash a'zolarini ham qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolamiz. Rahmat ustoz. Rahmat Oybek aka. Muhokamada turdan qatnashdi. Mana yetarli, bu gapiraman deganlar bormi? Men aytmoqchimanki, men adabiyotimni ko'rganda Xitoy ko'p iqtisodiy va boshqa masalalar bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqyapti. Masalan, ular paxta bo'yicha birinchi o'rinda edi, hozir Hindiston o'tdi. Ko'proq Xitoy shoy o'tyapti. Chunki dunyoda narxi baland. Harbiy, ayniqsa harbiy obyektlar ishga mana
Şok, naturalniy. Aytmoqchimanki, shuni iqtisodiyot ko'tarish uchun hamma rahbarlar o'sha yerda. Ilmiy odamlarni qo'yibdi, ilmiy unvoni bor odamlarni. Shundan iqtisodiyot rivojlanishni boshlabdi shunda. Dunyoda birinchi qatorda turibdi. Men buni gapiraman. Shu prezidentimizni, muhtaram prezidentimiz gaplari bor. Har bir sohada fan yutuqlarni qo'llasa, barqarorlik ta'minlanadi. Yükseliş ve rivojlanish. Mana bugungi istiqomat ishlari ishlab chiqarish bilan sanoat aholini hayotini juda ham bog'liq. Bilasizlar. Mana men bilaman o'g'it sohasida o'g'it sohasini narxidan 50-60% gaz o'ynaydi. Yildan yilga elektr gaz masalasi o'g'irtiribdi. E'tibor berilyapti va raqamlarni keltirdilar. Asosan bu yerda ilmiy qo'llansa, yangi konstruksiyalar qo'llansa, yaxshi natijalar olsa bo'ladi. Chunki mana o'shandan shu sohadan ishlayapsiz, meni taklifim bo'ladi sizga va rahbaringizga Oybek Kulboyevga. Bu ish albatta davom ettirish kerak. Davom ettirish kerak, harakat qilish kerak. Buni albatta qilib, juda ham bu sizda konkurentlar bo'lmaydi bu yerda. Bu sohada mutaxassislar biladiganlar sizlarda kami bu sohada. Proses apparat sohasida, boshqa sohada konkurentlar kam. Shuning uchun ish davom ettirish kerak. Keyin mana protokol uchimiz, mana bir taklifimda Xudo xohlasa mana 3 yildan keyin doktor sayensga bersangiz, meni taklifim, o'zi o'ylab ko'rasizlar. Bu sohasida hozir mana shu mutaxassislik bo'yicha 0,008 neft va gaz kimyosi va albatta proses apparati kimyasiy texnologiya qo'shish kerak. Mana rahbarlar unda o'zinglar hal qilsa, Oybek aka va Abdug'appor rahbar bo'lishi mumkin. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki butun fanda yutuqlar smejniy naukada. Biologiya bilan kimyo, fizika bilan geologiya birlashib proses apparat bo'lsa, ular katta yutuqqa erishsa bo'ladi. Keyin yana bitta taklif shuati bu ishni hamma yerda ishlatiladi. Proseslarda ayniqsa raqamlarni keltirishda. Qaysi bir sohalarmasi gaz ishlatiladi. Elektr samaradorlikni oshirsa, katta iqtisodiy samara bo'ladi. Katta iqtisodiy samarasi o'zingizlar ham rohatli ko'rish uchun albatta patent qilish kerak. Mana shu sohada ishlayapsiz, patent qilish kerak, ammo soha juda ham og'ir. Mana kimyo sanoati xavfsizligi bo'yicha meni esimda bor-ku o'zi. 50-60 yillarda Chirchuvda 2 marta ammiachli sintez portlagan. Direktorni boshini topshirdi nachalik sirqa. Farg'onada bo'ldi, Navoiyda bo'ldi, Xitoyda bo'ldi, Amerikada bo'ldi, Livanda bo'ldi portlash aksiyasi, xavfsizlik. Shu xavfsizlik masalasida ham fan yutuqlarni ishlatsangiz, katta natijaga erishsa bo'ladi. Endi mana 4 soatdan bir ishlayapmiz, soat 2 bo'lyapti, 2 mo'ljallab tamom bo'lishini ilmiy kengash a'zolari shu ishga ijobiy baho bersalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi hisob komissiyasiga o'tamiz. Hisob komissiyasi bizda Shamsiz Muxtorov rahbar bo'lsa, juda ham yaxshi ishlaydi. Muxtorov Yoqubov Ayzi Baxtiyorov uchalanglar boshlaydi. Tak, biz unda anaqaga o'tamiz, xulosaga o'tamiz. O'tirib uni qo'zg'ab kelishadi sizga. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Mendan taklif tushyapti, shu xulosani asos qilib olsin. Nima deysizlar? Kimda qo'shimchalar bo'lsa, albatta qo'shinglar anaqani. Ilmiy kengash, ilmiy kotibga yozma ravishda beringlar. Yaxshi. Zoom'dagi onlayn ishtirokchilarimiz
Zoomdan Abdukamal va Aziz Baxtiyorovlarga ovozlarini jo'natishingizni so'rab qolamiz. Aka. Bitta. Mana Oybek aka, mana hozirgi qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Mekshiyevich. Olganlarni Qorloq, Ravnaq anaqasiga patent olgan. 70-60 davlatdan mablag' oladi yiliga. U Shavkat Ismoilov sariyada dedim, bu sanash kerak emas-ku, u patentni yutug'ida katta. Albatta, masalan, ana gazni ekonom qilib samaradorligini oshirsa, stolni ko'p berishi katta iqtisodiy samara bo'ladi. Butun kategoriyasi bor respublikada. Albatta, mana shu o'ylaylik taraf patentlarni Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, 27-28 avgust kunlari bu yilgi yoz mavsumi uchun oxirgi ikki kun himoyamiz bor. 27-kuni ikkita himoya, 28-kuni yana ikkita himoya. Xudo xolasa bel bog'lab shu yozgi oxirgi himoyalarni o'tkazib olsak, shu bilan dam olib turamiz ozgina. Mustaqillik bayramini shu bilan Mustaqillikni o'tkazamiz. Hozir yana ikkita ishimizni plagiatga ketgan. Lekin o'sha javob kelishi bilan menimcha sentyabr oxirlariga u ishlarni ham qo'yib yuboramiz. Iltimos qatnashinglar kvorum bo'lsin. Ko'p chiqadigan odamlar qaytadi. Bo'ldi? Tamzida Muxtor chiqdi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, ilmiy kengash a'zolari, mana yuqorida saylangan komissiya tarkibi Saidahmedov rais, Abdukamolova va hurmatlar a'zo komissiyasi. Komissiya kengashi tarkibi 15 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Tasdiqlangan natijalari bo'yicha 10 ta komissiya a'zolari bevosita qatnashdi, 5 tasi onlayn rejim orqali ovoz berish natijalari quyidagicha bo'ldi. Mansurov Olim Pardabayevmi? Yo'q, biz to'g'ri. Bitta aytishimiz kerak edi. Yusuf Adhamovich, Rustam Adhamovich 020008 neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 15 ta, 100%, qarshiliklar yo'q. Hisob komissiya raisi Saidahmedov, Abdukamolova va hurmatlilar. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ochiq ovoz berib hisob komissiyasi bayonotini tasdiqlashimiz kerak. Rahmat Shamsiddin Muxtorji. Endi mana dissertatsiyasini tasnifiy belgilari bo'yicha birinchi punktda 1-2. Ikkinchi punkt natijalar yangi 2-1. Uchinchi natijalarning qiymati yuqori 3-2. Dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqot bilan asoslanganligi 4-2.
5-chi punkt 5-2 5-2, 6-chi ha. punkt 6-1 ovoz berilishini iltimos qilaman. Husamat Qamchi ilmiy kengash nomidan, institutimiz direktori nomidan sizni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Iltimos, mana aytdim, Oybekkaga ham aytdim, patent qilishimiz kerak. Albatta buni patentlash kerak. Bu juda ham yuqori iqtisodiy samara bo'ladi. Yuqori iqtisodiy samara bo'ladi. Keyin shu ishni albatta davom ettirib, mana man Ebrida shu 15 yil kengaytirish davomi bosh vazir o'rinbosari bo'lganlar ko'p yil Ibragimov bilasiz yaxshi hozir hokim viloyatdan hokim bo'lganlar chetni himoya qilganlar, davlat maslahatchilari bitta qilgan, vazir o'rinbosarlari hammasi mana shu himoya qilgan. Bu judayam bir animatsiya bo'ladi. Mana kadr masalasi ko'rilganda, boshqa ko'rganda albatta kimma ilmiy darajasi bo'lsa, uni reytingi baland bo'ladi. Sizga omad, salomat bo'ling. Yakuniy so'z sizga. So'zimiz yakunida nima deymiz? Hamma ustozlarga, hurmatli rais, sizga, kotibimizga, komissiya a'zolariga va tinglovchilarga hammaga bir ovozdan rahmat deyman. Alloh umringlarni uzoq qilsin. Yana bu yillarda ham mana shunaqa yelkama-yelka hamjihatlikda mana shunaqa yangi kadrlarni shakllanishini nazorat qilib borish hammanglarga nasib qilsin. Baxtiyor aka, sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yeting. Hozir shu jarayonda o'tirib, hozir shunaqa bir g'oya keldi. Haqiqatan ham shu ishni dolzarbligini, bunchalik dolzarbligini hozir shu yerda o'tirib his qildim. Juda ko'p ustida ishladik. Faqat harakat Allohga shukr shu yergacha ham yetib keldik, lekin dolzarb deymiz, lekin dolzarb degan so'zni his qilish boshqa narsa ekan. Ustozlarimizga ming rahmat. Bu narsani bir qaysidir tomonlama nimadir sababchi bo'ladi-da. Xudo xolasa bu ishlarni davom ettiramiz. Xudo xolasa yaxshi, bundan ham yaxshi natijalarni, siz aytgandek ustoz, xavfsizlik tomonidan bu narsalarni bog'lash juda bir yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Davlatimiz baribir ishlab chiqarishda, endi bizning asosiy qiladigan ishimiz korxonalarda xavfsizlik nazoratini olib boramiz. Bu xavfsizlik birinchi o'rinda. Mayli iqtisodiy boshqa xavfsizlik nima deydi? Insonning hayoti bilan bog'liq narsa-da. Inson hayoti hamma narsadan afzal. Albatta bu ishlarni xavfsizlik bilan bog'lab turib, bir yana bitta zo'r ish qilamiz. Xudo xolasa, qarsaklar bilan kutib oladigan ish qilamiz. Rahmat hammanglarga. Omad sizga, rahmat sizga. Hammaga katta rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sog' salomat bo'linglar. Oybek, sizni ham tabriklaymiz, laboratoriyani tabriklaymiz. Oybek, sog' salomat bo'ling. Keyingi 28, 29, 20 ga kelasiz. Mustaqillik bayramini ilmiy kengashda yakun bayram anaqasi bo'ladi. Himoyasi bo'ladi. Albatta borib qatnashamiz. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Nazım aka. Yapayım.